Qodirxon, Togri yo'lning 18 noyabr 2025 yil soat 18 onda Mening yurtim kanalida namoyish etiladigan 12 mavsum 42 qismi uchun kutish tobora ortib bormoqda. Ayniqsa, yangi bo'limga ataylab yaratilgan dramatik fon voqealarning yanada keskinlashishini oldindan his qildiradi. Serialning eng yoqimli jihati undagi tabiiylik va hayotiylik. Qahramonlarning ichki o'zgarishlari asta-sekin, ammo ravon ochib beriladi. Togri yo'ldan chiqmaslik, murakkab tanlovlar va ruhiy izlanishlar serialda shunchaki mavzu sifatida emas, balki chuqur mazmunda yoritiladi. Har bir sahna o'ziga xos ma'no tashiydi va ortiqcha dramatizmsiz tomoshabinni o'ziga tortadi. Aktyorlarning ijrosi alohida e'tiborga loyiq. Obrazlarning ishonarliligi voqealarga yanada kuchli ta'sir bag'ishlaydi. Mavsum davomida uslubiy barqarorlik saqlanayotgani serialning eng katta yutug'i deb o'ylayman. 42 qism ham shu barqaror yuqori darajani davom ettirishi va tomoshabinni yana bir bor hayratga solishi shubhasiz.